Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va yaqinlari pensiya olayotgan fuqarolar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Agar avgust oyida kerakli hujjatni vaqtida topshirmasangiz, ayrim holatlarda pensiyangiz qayta hisoblanmay qolishi, indeksatsiya yoki ustama to'lov kechikishi, hatto siz kutgan pul keyingi oyga o'tib ketishi mumkin. Bu gap shunchaki qo'rqitish uchun aytilmayapti. Amaliyotda odamlar aynan bitta ariza, bitta ma'lumotnoma yoki bitta tasdiqlovchi hujjatni vaqtida bermagani uchun o'ziga tegishli pulni kech oladi yoki umuman qayta hisob-kitobga kiritilmay qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Bu ma'lumot pensionerlarning o'ziga ham, ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari uchun ham muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pincha odamga pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Men avval eng asosiy narsani sodda qilib tushuntiraman. Pensiya tizimida har bir to'lov avtomatik tarzda o'z-o'zidan hech qanday hujjatsiz oshib boradi deb o'ylash noto'g'ri. Ayrim umumiy indeksatsiyalar davlat qarori asosida avtomatik amalga oshiriladi. Masalan, pensiyalar miqdori ma'lum foizga oshirilsa, ko'pchilik pensionerlarning asosiy pensiyasi tizim orqali qayta hisoblanadi. Lekin hamma holatda ham shunday emas. Ba'zi ustamalar, qo'shimcha to'lovlar, ish staji, qaramog'idagi shaxslar, nogironlik holati, o'quvchisini yo'qotganlik, ta'lim olayotgan farzand, yashash joyi, bank rekviziti yoki shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq masalalar uchun alohida hujjat talab qilinadi. Ilgari ko'p joylarda pensionerlar hujjatni olib borib topshirar, mas'ul xodim qog'ozni qabul qilib, keyin ishni yuritardi. Odamlar bir marta pensiyaga chiqdim, endi hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylardi. Hozir esa tizim raqamlashtirilgan bo'lsa ham, bu degani hamma ma'lumot avtomatik va xatosiz keladi degani emas. Ayrim ma'lumotlar boshqa idoradan kech keladi. Ayrimlar yangilanmagan bo'ladi. Ayrim hujjat muddati tugaydi. Ayrim vaziyatda esa fuqaroning o'zi murojaat qilmasa, tizim uni qayta ko'rib chiqmaydi. Avgust oyining muhimligi ham shunda. Ko'plab qayta hisob-kitoblar, yangi o'quv yili oldidan ta'lim ma'lumotnomalari, tarkib o'zgarishlari, nogironlik bo'yicha muddatli xulosalar, yashash joyi yoki bank hisob raqami bilan bog'liq yangilashlar aynan yoz oxirida ko'p uchraydi. Agar shu davrda hujjat topshirilmasa, sentyabr yoki keyingi oylar uchun kutilgan to'lov to'liq kelmasligi mumkin. Keyin odam nega menga indeksatsiya bo'lmadi, nega qo'shimcha pul tushmadi, nega qo'shnimga oshdi, menga oshmadi deb hayron qoladi. Endi kimlar alohida e'tibor berishi kerakligini birma-bir aytaman. Birinchi navbatda qaramog'ida voyaga yetmagan yoki kunduzgi bo'limda o'qiyotgan farzandi bor pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila bo'lsa, bola 12 yoshga to'lgandan keyin ham kunduzgi ta'limda o'qisa, to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumotnoma avgust yoki sentyabr boshida topshirilmasa, tizim bolani endi o'qimayapti deb qabul qilishi, to'lovni to'xtatish yoki qayta hisoblashni kechiktirishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Tasavvur qiling. Bir oilada otasi vafot etgan, onasi 2 farzandi uchun o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzand 12 yoshga to'ldi va kollej yoki universitetning kunduzgi bo'limiga o'qishga kirdi. Oila bola o'qishga kirdi-ku. Davlat buni biladi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda o'quv muassasasidan tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar bu hujjat vaqtida topshirilmasa, masalan, oyiga 600 ming so'm qo'shimcha to'lov bo'lsa, bir oyda 600 ming, 2 oyda 1 million 200 ming so'm kechikadi. Keyin qayta tiklash uchun ariza, tekshiruv kutish boshlanadi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik bo'yicha nafaqa oluvchilar. Nogironlik holati muddatli bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yangilanishi kerak. Agar xulosa muddati tugagan bo'lsa, lekin fuqaro yangilangan hujjatni vaqtida taqdim etmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Bu yerda eng og'riqli masala shuki, odam o'zini haqli deb biladi, chunki sog'lig'i o'zgarmagan, lekin tizim hujjatga qaraydi. Hujjat muddati tugagan bo'lsa, to'lovni davom ettirish uchun asos yo'q deb ko'riladi. Masalan, bir pensioner 2-guruh nogironligi bo'yicha qo'shimcha to'lov oladi. Uning xulosasi 1 avgustgacha amal qiladi. U esa keyinroq boraman, salomatligim yomon, navbat ko'p deb yuradi. 20 avgustda hujjatni oladi. Lekin pensiya jamg'armasi bo'limiga
yoki tegishli markazga 5 sentyabrda topshiradi. Natijada avgust oyi uchun qayta hisob-kitob muammoli bo'lishi mumkin. Sentyabr to'lov ham kechikishi ehtimoli bor. Hujjat oxir-oqibat qabul qilinsa ham odam bir necha hafta yoki bir necha oy ortiqcha yuguradi. Uchinchi guruh ishlashni davom ettirayotgan pensionerlar yoki yaqinda ishlashni to'xtatganlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqanidan keyin ham rasmiy ishlaydi. Ularning ish staji, sug'urta badallari, ish haqi bo'yicha ma'lumotlari pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Ayniqsa, qayta hisoblash uchun ariza berilishi kerak bo'lsa, men ishladim, demak avtomatik qo'shiladi deb kutib yurish xato. Ish beruvchi ma'lumotni vaqtida kiritmagan bo'lishi. Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tarixi to'liq ko'rinmasligi ish haqi bo'yicha ma'lumotlarda tafovut bo'lishi mumkin. Masalan, 62 yoshli fuqaro pensiyaga chiqqandan keyin yana 2 yil qorovul bo'lib rasmiy ishladi. U oyga 2 million so'm maosh oldi, badallar to'landi. Keyin ishdan bo'shadi va endi pensiyam oshsa kerak deb kutdi. Lekin ariza bermadi, ish joyidan ma'lumot ham olmadi. Elektron tizimda esa uning ayrim davrlari ko'rinmayapti. Natijada pensiya qayta hisoblanmaydi yoki kech hisoblanadi. Agar u avgustda hujjatlarini tayyorlab topshirsa, keyingi to'lov davriga ulgurishi mumkin edi. Kechiksa oshirilgan summa keyinroq keladi. 4-guruh shaxsiy ma'lumotlari o'zgargan pensionerlar. Familiya, pasport yoki ID karta, yashash manzili, bank kartasi, telefon raqami, vakil orqali olish tartibi o'zgargan bo'lsa, bularni vaqtida yangilash kerak. Ko'p odam pensiya baribir tushadi deb o'ylaydi. Lekin bank kartasi muddati tugasa, hisob raqami yopilsa, hujjatdagi ism familiya bilan bankdagi ma'lumot mos kelmasa, to'lov qaytishi yoki ushlanib qolishi mumkin. Bitta hayotiy vaziyatni olaylik. Pensiona ayol eski pasportini ID kartaga almashtirdi, lekin pensiya bo'limidagi ma'lumotni yangilamadi. Bankdagi ma'lumot ham eski hujjat bo'yicha turibdi. Keyingi oy to'lov kelmaydi. U bankka boradi. Bank pensiya jamg'armasidan kelmadi deydi. Pensiya bo'limiga boradi. U yerda hujjat ma'lumotini yangilash kerak deyishadi. Bir qaraganda bu mayda narsa, lekin natijada odam o'z pulini vaqtida ola olmaydi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, yashash manzilingiz, bank kartangiz, ID kartangiz, oilaviy holatingiz, nogironlik yoki qaramog'ingizdagi shaxslar bo'yicha hech qanday o'zgarish bo'lmasa, umumiy davlat indeksatsiyasi odatda alohida arizasiz qo'llanadi. Lekin shunda ham men mutaxassis sifatida umuman tekshirmang demayman. Kamida bir marta pensiya jamg'armasining tuman bo'limidan, davlat xizmatlari markazidan yoki tegishli rasmiy platformadan ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini aniqlab qo'yish zarar qilmaydi. Endi eng ko'p uchraydigan xatolar va nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi xato, odamlar hujjat topshirish muddatini noto'g'ri tushunadi. Avgustda topshiring degani 31 avgust kuni kechqurun borib ulguraman degani emas. Amalda hujjat qabul qilinadi, ro'yxatdan o'tadi, tekshiriladi, tizimga kiritiladi. Ba'zan boshqa idoradan tasdiq so'raladi. Agar siz oyning oxirgi kunigacha kutsangiz, keyingi oy to'loviga ulgurmasligi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Hujjatni oy boshida tayyorlang, o'rtasigacha topshiring, oxirigacha esa holatni tekshiring. Ikkinchi xato faqat og'zaki gapga ishonish. Masalan, kimdir mahalladagilar aytdi, kerak emas ekan. Yoki qo'shnim topshirmabdi, unga baribir tushibdi deydi. Har bir pensiya ishi alohida. Qo'shningizning vaziyati boshqa bo'lishi mumkin. Uning hujjati tizimda bor, sizniki yo'q. Uning farzandi hali o'rniga to'lmagan, sizniki to'lgan. Uning nogironlik xulosasi muddatsiz, sizniki muddatli. Uning bank kartasi faol, sizniki muddati tugagan. Shuning uchun og'zaki mish-mish bilan emas, rasmiy javob bilan ish tuting. Uchinchi nozik jihat. Hujjatning o'zi bor, lekin noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. O'qish joyidan ma'lumotnomada kunduzgi bo'lim ekanligi ko'rsatilmagan bo'lsa, o'quv yili sanasi yozilmagan bo'lsa, muhr yoki mas'ul shaxs imzosi bo'lmasa, hujjat qaytarilishi mumkin. Nogironlik xulosasida muddat, guruh FH yoki ID raqamda xato bo'lsa, tizim qabul qilmasligi mumkin. Ish staji bo'yicha ma'lumotnomada lavozim, davr ish haqi, buyruq raqami aniq ko'rsatilmasa, qayta hisoblash cho'ziladi. 4-masala, ortga qayta hisoblash hamma vaqt ham odam kutganidek bo'lavermaydi. Ayrim holatlarda huquq paydo bo'lgan kundan, ayrim holatlarda murojaat qilingan kundan, ayrim holatlarda hujjat to'liq topshirilgan kundan hisoblanishi mumkin. Shuning uchun
baribir keyin hammasini berishadi deb kechiktirish xavfli. Kech topshirilgan hujjat pulingizni kechiktirishi bilan birga ayrim davrlar bo'yicha bahsli holat ham keltirib chiqarishi mumkin. 5-masala vakil orqali ish yuritayotganlar. Ko'p pensionerlar yoshi katta bo'lgani, sog'ligi yaxshi emasligi yoki uzoqda yashagan uchun farzandi yoki qarindoshi orqali hujjat topshiradi. Bu mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin vakolatnoma shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar. Ariza beruvchining rozilik kabi talablar bo'lishi mumkin. Farzand men onamning o'g'liman, shuning uchun hammasini qila olaman deb o'ylaydi. Lekin idora hujjatsiz ish yuritolmaydi. olmaydi. Natijada bir borish ikki borishga, ikki borish uch borishga aylanadi. 6-masala chet elda vaqtincha bo'lib turgan yoki boshqa viloyatga ko'chgan pensionerlar. Agar pensioner doimiy yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa, pensiya ishi qaysi hududda yuritilishi, to'lov qayerga yo'naltirilishi, bank rekvizitlari qanday bo'lishi aniqlanishi kerak. Ba'zan odam Toshkentdan viloyatga ko'chadi yoki aksincha, lekin eski manzil bo'yicha ma'lumot qoladi. Keyin chaqiruv, tekshiruv, xat, to'lov xabarnomasi boshqa joyga ketadi. Odam esa menga hech kim aytmadi deydi. Tizim sizni topish uchun ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lishi shart. 7-jihat pensiya miqdori oshganini ko'rib, hamma narsa to'g'ri deb o'ylash ham xato. Ba'zan umumiy indeksatsiya qo'llanadi, lekin alohida ustama qo'shilmaydi. Masalan, asosiy pensiya 10% ga oshgan bo'lishi mumkin, lekin qaramog'idagi shaxs uchun qo'shimcha to'lov hujjat yo'qligi sababli kiritilmagan bo'ladi. Odam oshdi-ku deb tekshirmaydi. Aslida esa yana qo'shimcha pulga haqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat tushgan umumiy summaga qarab xulosa chiqarmang, pensiya tarkibini ham so'rang. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning holatingizni baholang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Qaramog'ingizda kimdir bormi? O'qiyotgan farzand bormi? Yaqinda hujjat almashtirdingizmi? Bank kartangiz muddati tugamadimi? Ish stajingiz bo'yicha yangi davr qo'shilishi kerakmi? Shu savollarga javob bering. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlar ro'yxatini tuzing. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, bank karta yoki hisob raqam rekviziti, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, mehnat faoliyati bo'yicha hujjatlar, ish haqi ma'lumotnomasi, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi, vakolatnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Sizga aynan qaysi biri kerakligini vaziyatingiz belgilaydi. 3-qadam, hujjatlarni shunchaki yig'ib qo'ymang, ularning to'g'riligini tekshiring. Ism, familiya pasportdagi kabi yozilganmi? ID raqam to'g'rimi? Sana xato emasmi? Muhr bormi? Imzo bormi? Tashkilot nomi aniqmi? Ma'lumotnoma qaysi davr uchun berilgani ko'rsatilganmi? Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam hujjatni olib keladi, lekin unda bitta raqam xato bo'ladi. Shu bitta raqam uchun ariza qabul qilinmaydi yoki ko'rib chiqish to'xtaydi. 4-qadam, avgustda kechiktirmasdan murojaat qiling. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Davlat xizmatlari markazidan maslahat oling yoki mavjud bo'lsa, rasmiy elektron xizmatlardan foydalaning. Muhimi, murojaat rasmiy qayd etilsin. Ariza berganingizni tasdiqlovchi kvitansiya, ro'yxat raqami yoki qabul qilingan sana haqida ma'lumotni saqlab qo'ying. Chunki keyin men topshirgan edim degan gapni isbotlash uchun qo'lingizda dalil bo'lishi kerak. 5-qadam. Arizada nimani so'rayotganingizni aniq yozing. Masalan, pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Qaramog'imdagi kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandim bo'yicha to'lovni davom ettirishni so'rayman. Nogironlik xulosasi yangilanganligi sababli pensiya to'lovini davom ettirishni so'rayman. Bank rekvizitlarim o'zgargani sababli to'lovni yangi hisob raqamga yo'naltirishni so'rayman. Ariza umumiy va tushunarsiz bo'lsa, xodim nima masala ko'rilishi kerakligini aniqlashga vaqt sarflaydi. 6-qadam. Topshirganingizdan keyin kutib o'tirmang, holatni tekshiring. Bir necha ish kunidan keyin telefon orqali yoki shaxsan borib, hujjat ro'yxatdan o'tganmi? Kamchilik bormi? Qo'shimcha ma'lumot kerakmi? Qayta hisob-kitob qaysi oy to'loviga tushishi mumkin? Shularni aniqlang. Bu yerda maqsad xodimni shoshirish emas, o'z huquqingizni nazorat qilish. Tizimda xato bo'lsa, uni vaqtida bilgan yaxshi. 7-qadam, pensiya tushganda summani tekshiring. Faqat pul keldi deb xursand bo'lib qo'ymang. Oldingi oy qancha edi, bu oy qancha bo'ldi?
Indeksatsiya foizi to'g'ri qo'llanganmi? Qo'shimcha ustama kirdimi? Ushlab qolish bo'lmadimi? Bank komissiyasi yoki boshqa tafovut bormi? Agar tushgan summa kutilganidan kam bo'lsa, darhol izoh so'rang. 1 oy o'tsa, keyin yana 1 oy o'tsa, muammoni topish qiyinlashadi. 8-qadam barcha hujjatlardan nusxa oling. Asl nusxani topshirish kerak bo'lgan holatlar bo'lsa, sizda nusxa yoki skaner ko'rinishi qolsin. Ariza, ma'lumotnoma, tibbiy xulosa, bank rekviziti, qabul qilinganlik haqidagi tasdiq, bularning hammasini alohida papkaga solib qo'ying. Farzandlar ham ota-onasining pensiya hujjatlarini tartibga keltirib qo'ysa, keyin juda ko'p muammo oldi olinadi. 9-qadam, agar sizga og'zaki rad javobi berilsa, yozma tushuntirish so'rang. Sizga bo'lmaydi, hujjat kerak emas, keyin keling, tizim ishlamayapti degan gaplar bilan cheklanib qolmang. Agar masala pulingizga ta'sir qilsa, yozma javob yoki kamida murojaat raqami bo'lishi kerak. Yozma javob bo'lsa, siz yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz, xatoni tuzatishingiz yoki qaysi hujjat yetishmayotganini aniq bilishingiz mumkin. 10-qadami, rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya bo'yicha qarorlar, indeksatsiya foizlari, muddatlar, talablar o'zgarishi mumkin. Men sizlarga umumiy amaliy yo'l yo'riq beryapman, lekin har bir vaziyatda amaldagi tartib va mahalliy bo'limning rasmiy talabi muhim. Shuning uchun eshitgan ma'lumotingizni o'z hududingizdagi mas'ul idora bilan tekshirib qo'ying. Yana bir muhim narsani alohida ta'kidlayman. Hujjat topshirishdan qo'rqmang va baribir foydasi yo'q deb o'ylamang. Ko'p pensionerlar navbatdan tushunarsiz tartiblardan, xodimlar bilan gaplashishdan charchab, o'z haqini talab qilmay qo'yadi. Lekin pensiya bu yordam emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Agar siz kerakli stajni ishlagan bo'lsangiz, belgilangan toifaga kirsangiz, qaramog'ingizdagi shaxs bo'lsa, tibbiy xulosangiz bor bo'lsa, yoki sizga qo'shimcha to'lov tegishli bo'lsa, uni rasmiy tartibda so'rashga to'liq haqqingiz bor. Ayniqsa farzandlarga murojaat qilaman, ota-onangiz o'zim bilaman desa ham bir marta hujjatlarni ko'rib chiqing. ID kartasi yangilanganmi? Bank kartasi ishlayaptimi? Telefon raqami to'g'rimi? Pensiya qaysi hisobga tushyapti? Oxirgi indeksatsiyadan keyin summa o'zgarganmi? Qaramog'idagi shaxs bo'yicha hujjatlari yangilanganmi? Ba'zan keksalar buni tushuntirib bera olmaydi. Uyda o'tirib pensiyam kamayib qoldi deydi. Aslida esa bitta ma'lumotnoma yetishmayotgan bo'ladi. Bugungi mavzuning eng muhim mazmuni shuki, pensiya va indeksatsiya masalasida hamma narsa har doim avtomatik bo'ladi deb ishonib qolmang. Umumiy oshirishlar ko'p hollarda tizim orqali qilinadi, lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, qayta hisoblashlar qaramog'idagi shaxs, o'qish ma'lumotnomasi, nogironlik xulosasi, ish staji, bank va shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha hujjat talab qilinadi. Avgustda bu masalalarni tekshirib, kerakli hujjatlarni topshirish juda muhim. Chunki keyingi oy to'lovlari aynan shu ma'lumotlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing, qaysi holat sizga tegishli ekanini aniqlang. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Arizangizni rasmiy topshiring va javobini nazorat qiling. Bir kunlik e'tiborsizlik ba'zan bir oylik to'lov kechikishiga olib keladi. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya oshmagan, qo'shimcha to'lov tushmagan yoki hujjat yetishmagani uchun pul kechikkanmi? Tajribangizni izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida topshirilgan hujjat pensionerning o'z haqqini o'z vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.